G'opayt oldimizdan oqqan suvni qadri bo'lmay qoladi. Eshik qattiqroq yopilib ketsa ham qalbingizga darrov shikast kelaveradi, ko'zingiz bir pasda g'ilqillab yoshga to'laverar ekan. Demak, onalarning duosini olishlikka bolalarga Allohim chiroyli kuch, quvvat, fahm bersin. Hech qaysisi ovora bo'lmasin, hech qaysisi. Tilladan tog'day qilib uy qurib berganda ham hech qaysi farzand onani haqqini ado etib bera olmaydi. Hech qachon payg'ambarim alayhisalom 1 soat urgan daqiqalarini qarangki so'ragin. Sen mendan bir kunini emas deganlar haligi insonga ham. Opchib, hajga olib borib, haj qildirib kelgan insonga. Keyingi duosi qabul bo'ladigan kimsalar bular inshaalloh ustozlar bo'lar ekan. Qaysi biringizga ilmdan, Qur'ondan nafi tekkan bir kishi bo'lsa, shu kishining duosi ona otaniki bilan barobar hisoblanar ekan. Duoyimiz qabul bo'ladigan keyingi kishi bu xasta bemor bo'lar ekan. Payg'ambarim alayhisalom aytdilar, kasal ko'rgani boring. Kasal ko'rgani borgan odamni oyoq izlari jannatda bosiladi dedilar. Kasallik qisqa o'tiras oldida va ketayotganda albatta duo talab qilasiz dedilar. Kasallik oldidan duosi turib bo'lmas ekan. Hatto shu mana ona boqayotgan, ota boqayotganlar ham, onajon men ketib turibman, endi meni duo qilasiz deb turib duoni talab qilib olish kerak. Kasallik duosini farishtalar talashib olib ketar ekan. Va Xudoning marhamati bilan keyingi duosi qabul bo'luvchi kishi bu mazlum ekan. Mazlum kim? Mazlum degani zulm ko'rgan degan ma'noda tarjima qilinib, ko'zi yoshli inson borki, qalbi shikast odam borki, mazlum hisoblanar ekan. Mazlumning duosi shiddat bilan Alloh dargohiga ko'char ekan. Va payg'ambarim alayhisalom bir beva bo'lsa-ki, yetim boqayotgan, dori darmoniga yetkiza olmayotgan bir dardman bo'lsa-ki, chiroyli bir ihson berib turib, shuni haqqidan meni, ya'ni dardim bor, meni duo qiling desa, mazlumning duosini tezroq ko'tarilar ekan. Keyingi duosi qabul bo'luvchi kishi bu musofirlar ekan. Musofirlar bizani yurtda ko'proq endi buni tan olib aytish kerak, ba'zi holatlarda mardikorchilik bilan, ustachilik bilan shug'ullanishadi. Kezi kelganda aytib ketaman, payg'ambarim alayhisalom usta mardikorni peshona terisi qurigunicha haqqini berib bo'lgan bo'ling. Bu meni ahli iymonli ummatlarimning amalidir degan ekanlar. Shunaqa xonadonlarni ham ko'ramizki, hoji otalarning xonadonida, hoji onalarning xonadonida ishlab ketib, haqqini oylab ola olmayotgan musofirlar bor. Bularni duosi ham lag'zali, duoibati ham lag'zali. Shuni ham ogohlantirib qo'yish kerak. Va payg'ambarim alayhisalom duoingiz qabul bo'lishini xohlasangiz, uni vaqtlariga amal qiling dedilar. Birinchisi, osmon eshiklari ochiq paytda duo qiling, qabul bo'ladi dedilar. Qachon ochiladi osmonning eshiklari yo payg'ambarim alayhisalom deb so'rashganda, qor bilan yomg'ir yog'ayotganda dedilar. Payg'ambarim alayhisalom yomg'ir yog'sa tiz cho'kib duoga o'tirar ekanlar. Chunki har bitta tomchi yomg'irni olib tushgan farishta o'rniga bir musulmon duosi bilan qaytib chiqib ketar ekan. Keyingi duo qabul bo'ladigan vaqt muborak juma kuni ekan. Muborak juma kuni juma namozigacha bo'lgan duolarni farishtalar talashib ko'kka ko'tarar ekan inshaalloh. Shuning uchun imom xutbaga chiqib, to juma namoziga azon etilgunga qadar duoda bo'lib turinglar. Nimani so'rasanglar shu 1 soat ichida inshaalloh qabul bo'lish ehtimoli kuchli ekan. Keyingi duoyimizni qabul bo'ladigan vaqtlari bu tahajjud kechalari bo'lar ekan. Tahajjud namozlari bo'lar ekan. Tunda tahajjudda o'qilgan duolar qabul ekan inshaalloh. Qadr kechalari, barot kechalari, rag'oyib kechalarida duolarning qabul bo'lishiga va'da katta ekan. Payg'ambarim alayhisalom sahobalarga marhamat qildilar. Ikkita hayitning arafa kuni ummatim nimani so'rasa ato etiladi dedilar. Sahobalar ertaga hayit namoz degan kuni uxlashmas ekan. Katta hayitni, kichkina hayitni chin arafasini hayit namoziga ulashar ekan. Va shu arafada qilingan duolarni qabul bo'lish ehtimoli juda kuchli bo'ladi. Bir kuni payg'ambarim alayhisalom hujralarda o'tirsalar, 3 ta badaviy cho'l arabi kirib keldi huzurlariga. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, biz Arabning uyoq boshidan keldik deydi. Bir haftadan beri yo'ldamiz, safardamiz deydi. Kelinglar, xizmat dedilar. Duo kerak dedi. Faqat duo niyatida keldik. Bizni bir duo qiling deydi. Ko'taringlar qo'linglarni dedilar. Hammalari qo'llarini ko'tarishdi. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar dedilar. Haligilar duoni yuziga tortdi deb bo'ldimi dedi. Payg'ambarim alayhisalom bo'ldi dedi. Ketishdi. Ertasi kuni yana kirishdi. Yana o'sha duo. Inninisi yana kirishdi. 3-kun ham yana o'sha duo. Oxirchilarda bir kattalar aytdilar: "Ya payg'ambarim alayhisalom, biz shu duoni qilyapmiz, sizdan duo olyapmiz, lekin qalb to'lmayapti. 3 kundan beri bir durustroq duo qilmadingiz" dedi. Payg'ambarim alayhisalom aytdilar: "Dunyoni charx urib aylanib keling. Robbana atinadan yaxshiroq duoni toping. Men sizni o'sha duo bilan duo qilaman" dedilar. Bekorga bu duoni Alloh namozi ichiga solmagan. Tarjimasiga quloq soladigan bo'lsak, ato etkin bizlarga dunyo yaxshiliklarini, ato etkin bizlarga oxirat yaxshiliklarini va bizlarni olovli azobingdan asragin degan duo so'ramaganiz nima qoldi yana dedilar. Demak, Robbana atinan ichida hamma narsa mujassamdir deb javob berdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilyaptilar. Duoni
qofiyalisini Alloh va uni rasuli yomon ko'radi dedilar. Qofiyali duo qanaqa bo'ladi deb savol berishdi, javob berdi. So'yganlaringiz qo'y bo'lsin, ko'rganlaringiz to'y bo'lsin, yastu to'la bosh bo'lsin, qozon to'la osh bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhisalom bunaqa duo qilmang dedilar. Bu duo yurakdan chiqmaydi dedilar. Duo ikki og'iz bo'lsin, qalbdan chiqsin. Uni yodlab olgan matn bilan aytishlik durust emas dedilar. Duoning eng yaxshisi Qur'oniy duo dedilar. Mana shu kitobni ochasizlar, Robbana bilan boshlangan jamiki duo Qur'oniy duo bo'ladi. Shu duolarni Alloh yaxshi ko'rar ekan, chunki Qur'onda o'zi o'rgatyapti Robbim bizga. Allohumma bilan boshlanadigan duolar eng yaxshi duolar. Shuni yod olishimiz kerak. Bu payg'ambarim alayhisalom marhamat qildilar. Bugun kecha kunduzda sizni xizmatingizni qilib turgan kishini duo qilmas ekansiz, duoingiz ko'kka ko'tarilmaydi dedilar. Bir piyola issiq ovqatingizni pishirib olib keldida bir kelin. Eshik ochilib ketsa, "Voy yopinga sovuq kelyapti" deymiz. Bir pas ochilishiga chidolmaymiz vaqti kelsa. Lekin o'sha issiq ovqatni olib kelib qo'ygan kelinni hamma ham duo qilavermaydi. Vaholanki farzandingizni o'rniga farzand bo'lib kelib, sizni uzatgan dastyor qizlaringizni o'rniga qiz bo'lib kelib turib, hovliga chiqmay, mashaqqat chekmay issiq oshingizni ichib o'tiradigan birovni dastyor bolasini duo qilishingiz shart ekan. Qiladi-da, mana vaqtida qilganman desak, bizning namozdagi duoyimiz qabul bo'lmas ekan. Qovushingizni to'g'rilab qo'yib, "Bujon, qovushingizni artib qo'ydim" degan navarani duo qiling. Eshikdan ikkita non ko'tarib kelyapti o'g'lingiz, albatta duo qiling. "Onajon, uyingizni supurib qo'ydim, kiyimingizni yuvib qo'ydim" degan kelinni duo. Chunki Alloh taolo dunyoni shunaqa zanjir bilan yaratgan ekan. Meni xizmatimni qilganni men duo qilsam, meni duoyimni ko'kka ko'tarar ekan Alloh. Umsam yo'q ekan.